Yaz aylarının ma'lum bir kunida nihoyatda yaxshi bir yigit dengiz sohiliga sap havoda nafaslanish uchun chiqdi. Havo nihoyatda ochiq ham issiq edi. U odati bo'yicha bir joyga tushkun qilganda o'qiydigan duoni o'qib soyivani ostida o'ltirib dengiz manzarasidan huzurlandi. Tuyuqsiz uning ko'zi umrida ko'rib boqmagan bir manzaraga tushdi. Bir yilonni ustiga mindirib elib dengizning u tarafidan kelayotgan bir paqa sohilga kelibla ustidagi chayonni yerga tushirdi. Chayon shu hamon bir döviz samonning yeniga kelib ko'zdan g'oyib bo'ldi-da, bir ozdan keyin yana o'zini saqlab turayotgan paqaning yeniga kelib bir sakrabla uning ustiga mindi va dengizning yana bir tarafiga qarab yo'l oldi. Bu ajoyib ishlarni yiroqdan ko'zitib turayotgan yigit bu ishning sirini bilmoqchi bo'lib samonning yeniga keldi. O samanning yenida ko'zini yumib behush kabi yotgan bir yoshni ko'rib shu hamon ko'nglida bu yigitni cho'qim heliqi chayon cheqib elib ketdi deb o'yladi va uni qutqizib olish uchun yeniga keldi. Biroq ahvol bakmu hayron qolarli edi. Uxlayotgan yosh yeniga kelayotgan bir oyoq tevishini anglab uyg'onib ketdi-da, oldidagi yigitdan "Sham namozga qanchalik qoldi?" deb so'radi. Yigit o'rnidan turganda uning beshini qo'yib yotgan yerida bir yilon qon eqiyotgan holatda o'lgan peti yotadi. Aslida bu yilonni heliqi chayon kelib o'ltirib etib, o'zining vazifasini ado qilib bo'lgandan keyin poqining ustiga mingan peti dengizning u tarafiga ketgan edi. Yigit o'z-o'zidan so'rashga boshladi. Yigit bu ajoyib ishga hayron qoldi. Bu ishning keynida cho'qim bir sir bor. Men heliqi yoshning orqa ko'rinishini tekshirib baxmasam bo'lmaydi. U qaytib borgandan keyin heliqi yosh haqida tekshirish olib bordi va uning ma'lum bir shirkatda buxgalter bo'lib ishlayotganligini anglab, uning uy adresini to'liq bilgandan keyin u haqida tafsiliy ma'lumot egillash uchun uning mahallasiga yetib bordi. Mahalladagi hamma kishi uning nihoyat yaxshi, taqvodor, isl axloqliq, ota-onasiga bekmi vafodor bir yosh ekanligini so'zlab, ig'iz-ig'izga tegmay maqtashyapti. Aslida uning nihoyat yashinib qolgan ota-onasi bo'lib, ular bekmi kasalchan ekan. Yigit kechalari ota-onasining xizmatida bo'lish uchun asla uxlamaydi ekan, hamda Qur'on o'qig'ach o'ltirar ekan. Yigit ota-onasining sog'lomligi va davolanish uchun barliq mol-mulklarini xarjlagan ekan. Ular yigitdan nihoyat rozi bo'lib, Allohdan o'g'lini barliq baloyi qazolardan saqlashni tilab duo qilgan holatda o'lib ketgan ekan. Bu ahvollarni bilgan yigitning qalbiga boshqacha bir xushallik kirdi va payg'ambar alayhissalomning mun hadisini esiga oldi. Har kuni ota-onasi uningdan rozi bo'lgan holatda tong turgan musulmonga jannatning darvozasi ikki qanoti bilan ochiladi. Shu kuni kechda yigit heliqi yoshning uyiga berib, uning bilan ko'rishdi va uningdan o'zining cho'ng bir shirkati bor ekanligini va shirkatning bosh mudiri bo'lib shirkatni idora qilishni talab qildi. Maoshni bo'lsa hozirgidan hassilab yuqori ko'tarib berdiganligini dedi. Bu xo'sh xabarni anglagan yosh nihoyat xushal bo'ldi va Allohdan ota-onasining gunohini mag'firat qilishini tilab duo qildi.